hozir Overblooming Akademiyada 6 oylik ta'limni yo'lga qo'yganmiz. Hozir 3 oyda davom etib o'tdi va anchagina bilimlarga ega bo'ldik. Va shu 6 oylik ta'limdan so'ng biz Yaponiyaning Hokkaido shahriga ishlagani jo'naymiz. Va bu faqat Yaponiyaga bizga borish, ishlash uchun emas, Yaponiyaga sayohat va boshqa madaniyatlarni o'rganish, shu jumladan odamlar bilan suhbatlashish bizga uchun juda ham qiziq bo'ladi. Hozirda shu o'quv markazida yapon tilini o'rganyapman. N4 darajaga chiqdik. Qo'limda kanji kitob. Bu kanji kitobda N5 va N4 darajaga eng kerakli saralangan kanjilar bor. Bu kanjilarni yodlash boshida qiyin bo'ldi, mashaqqatli bo'ldi, lekin hozir ancha ko'nikdik. Kanjini yodlashda kartchkalar bilan yodlash usuli juda ham ma'qul ekan. Hozir 250 tadan ortiq kanjini o'z bilamiz. Yana bir oyda nazariy o'quv jarayonlarimiz tugab, malaka jarayonlarini boshlaymiz. Kasb o'rganamiz va xudo xolasa tez kunlarda Yaponiyada bo'lamiz. Hozirda bizning asosiy faoliyatimiz o'zbekistonlik yoshlarni Yaponiyada qonuniy tarzda ish faoliyatini boshlashini tashkil qilishdan iborat hisoblanadi. Ushbu loyiha doirasida biz Migratsiya agentligi bilan hamkorlikda o'z faoliyatimizni olib boryapmiz. Yaponiyada yoshlarimiz qonuniy tarzda o'z ishlarini boshlashlari uchun harakat qilyapmiz. Bizning loyihaning nomi Bloom Granti deb nomlanadi va loyiha doirasida dastavval bepul ta'lim, ya'ni 6 oy davom etadi. 4 oy yapon tili hamda 2 oy kasbiy ta'lim hamda ushbu jarayonda talabalarimiz bepul yotoqxonadan ham foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kursni muvaffaqiyatli yakunlagan talabalarimiz Yaponiyaga ishga joylashtiriladi. Bu loyihadan asosiy maqsad yoshlarni qonuniy tarzda Yaponiyada ishlashini ta'minlashdan iboratdir.